Necha kilometr balansingda respublika bo'yicha yo'l bor? Balansimda 42.853 kilometr yo'l bor. Juda yaxshi men bilaman, 43 mingga yaqin. Shu 43 mingdan necha mingi daraxt ekilgan? Ikki tomoni chiroyli bo'lib, men aytayotgan 4 qator, 10 qator bo'lib. 10 qator yo'q, endi 2-4 qatorlab hozirgi kunda o'sha 4,5 yil davomida 1253 kilometrga yetdik. Necha foiz? Bu 10%. Matematikani qayerda o'qigansiz? Ha, voy. 3% to'g'ri keladi. Qani Ramatov baxtga. 3%. Nimaga bu 10% deyapti? Endi bu assalomu alaykum, hurmatli prezident. Hamma busala bilan aytdi-da, busala. Faqat taraflar busala bilan 10% gacha boradi bu tarafimiz.